Assalomu alaykum hammaga. 2026 avgustning yana bitta daftaga imzo oldim. Husayn, siz tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Tanishtiring o'zingizni, o'z haqingizda ma'lumot bering. Yoshingiz nechida? Qachon biz bilan ish boshladingiz? Salom, mening ismim Amonov Husayn. Men 17 yoshman. Worldwide Consulting bilan men aprelda ishni boshlagandim va bularni Instagramda ko'rib, birdaniga shularga murojaat qildim va Latviyaga vizamni oldim. Hozir qarang, Instagramda bizni topdingiz. Nima sizga turtki bo'ldi biz bilan shartnoma qilishingiz uchun? Nimani nishon topdingiz? Undan oldin boshqa konsaltinglarni ham ko'rgandim, lekin Kimina Worldwide Consulting yuqori natijalar ko'rsatgani uchun va Instagramda sizlarni kuzatib bordim va Bir muddatda. sizlarni kuzatdim va Samarqanddan turib Toshkentga kelib faqat sizlar bilan ishlashga qaror qildim. Zo'r. Tabriklaymiz. Ishonishingizni oqlab kelgan muddatda. Rahmat. Endi vizani necha kun kutdik? Qachon kirdingiz vizaga? 4-avgust. Vizaga 4-avgust kirdim va bugun oldin 3 hafta bo'ldi. Undan oldin ham olishim mumkin edi, lekin menga qo'ng'iroq bo'lganda o'shani ko'tardim. Ular javob berishmaganligi sababli ular emailga yuborishgan ekan, faqat men qaramagan ekanman emailga. Hozir nima yangilik bo'lyapti o'zi? Aytib keting. Deyarli Latviya kirayotgan hamma talabalarni suhbatga chaqirishyapti. Oldinda telefonda bo'lmaydi. Sizga email keldi. Suhbatga chaqirishsiz. Suhbatga chaqirishgan ekan, men emailga kech qarabman. Shunga yana cho'zildi. 2-3 kunga cho'zildi. Agar oldinroq qaraganimda o'z vaqtida intervyuda bo'lganda yana oldinroq boshlanish mumkin edi. Ham bor. Siz elchixonaga kirdingiz. Suhbat bo'ldi. Qanaqa savollar edi? Savollar oddiy. O'zingni tanishtir deyishdi. Tanishtirdim, qayerdaligim, o'zim haqimda ma'lumot berdim. Keyin oilam haqida so'rashdi. Oila haqida gapirib berdim. Keyin universitet haqida so'rashdi. Qaysi universitetga bormoqchisan, qaysi yo'nalish? Shu maktabimni so'rashdi, qaysi bahonalarni tugatgan, qaysi maktabda o'qiganim, qachon tugatganimni va oxirida hujjatlar haqida savol-javob bo'ldi. Ko'p emas, turi umuman olganda 5 daqiqadan ko'p bo'lmadi. 5 daqiqadan ko'p bo'lmadi. Zo'r, tabriklaymiz. Talabalikka munosabat bergan bo'lasiz. Mana sizni ko'rib turayotgan, sizga o'xshagan, mo'sh kenglik ko'rsatib talabalik bo'ladi va talabalarga eng muhim deadline qolib ketmaslik. Hozirdan harakatni boshlash kerak, keyinroq kech bo'lishi mumkin, keyinroq shoshilib qolishingiz mumkin. Hozirdan harakatni boshlab, hozirdan tayyorlanib borsangiz, hammasi tayyor bo'lsa, hammasi oson bo'ladi. Sizni tabriklaymiz. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Xudo xolisa siz bilan Latviyada yagona boshquncha o'qishlaringizga omad tilab. Rahmat.